بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله لا إله إلا الله. Her qandaq bir musulman Allah Taala'nın yaxşı görüşünü ve Allah Taala'nın rızalığına erişini her vakit maksat kılıdı. Allah Taala'nın muhabbetiga ve rızalığına eriş üçün bir qançalığan şartlar ve bir qançalığan sübetler var. O sübetlerini hazırlayan vaktimizde Allah Taala'nın muhabbetiga erişeleyimiz. Allah Taala'nın muhabbetiga erişidigan birinci sübet ihsan. İhsan degen güzel, yaxşı, çiraylık itiqat ve çiraylık şerket ve çiraylık ibadette bulğanlıqni ihsan deb atırdı. İhsan insanın Allah Taala'ga bo'lgan muamelesi de, yani halis ibaret kılışı da, özgü bo'lgan muamelesi de, yani özünü Allah'ın azabından qutquzdigan yaxşı işlarını kılışta ve insanlar cemiyeti qarta tutulgan muamelesi de, uları qıldigan yaxşılıqda ve bütkül hayatlıqdaki her bir şeyge tutulgan muamelesindeki her bir şerketini ihsan ve güzellikten ibaret yaxşı, güzel, yoruk, çiraylık muamele bilen ilip barsa, muşunun hemmisi ihsan burudu. Bizge İslam dinde ihsanın sübetleri ve şeritleri Kur'an ve hadiste bayan kılıngan. Biz tövende muşu Allah Taala'nın muhabbetiga erişidigan sübetlerden bir qancha sübetlerinin en birincisi ihsanның qattiq muhim ekanligini bayon qilib o'tamiz. İhsanның birincisi insanның Allah Taala'ga bo'lgan muamelesideki ihsan. Yani ihlas mellikideki ihsan. Cibril aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhisselamdan ihsan degan nima deb so'ragan vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam imanni bayon qilib bo'lgandan keyin, yani bir Allah'tan başka ilah yok, Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisi deb itiqad qilish ve imanның qaldı şartları bo'lgan farishtalarga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, Allah Taala'nın kitaplarına ishonish, ahiret günüge ishonish, taqdirning yaxshiligi ve yomonligiga ishonishdan ibarat iymonni bayon qilib bo'lgandan keyin, buningdanmi muhim bo'lgan yuqorqi iymon mushuni qilsa eng go'zallashadigan ihsonni so'ragan. Peygamber aleyhissalatu vesselam ihsan degan keenneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innehu yarake. Sen Allah Taala'nı kögendek itiqat ve ibadet kılışın, sen Allah Taala'nı nah közüngde kömüsen mi Allah seni körüp durdu deb bizge itiqatның ve imanның en yuqur pellesi bo'lgan Allah Taala'nı her qandaq ishda kögendek ve Allah Taala bizni körüp turadiganligini his qilib itiqat qilish, xolis itiqatda bo'lish ve xolis ibodatda bo'lishni ihson deb ko'rsatgan. Shunga Qur'oni Karimda Allah Taala auzu billah iyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Sağlam kulçuluk qilamiz ve sendillam yardım so'raymiz. Yani Allah özüre bizning oldimizda biz
sizga cho'qinib ibodat qilyapmiz. Ojiz bandalari o'zlariga sayda, o'zlariga namoz, o'zlariga e'tiqod, o'zlariga ibodat qilyotdi deganlikni bildirdi. Shuning uchun Allah bizning oldimizda biz Alloh taolaga bosh qo'yamiz, Alloh taolaga bo'ysunib o'tamiz, Alloh taolani ko'rgandek ibodat qilib Allohni rozi qilyapmiz degan bo'ldi. Mana bu har qanday shirkdan, kufrdan, munofiqdan, xiyonatdan, bid'atdan xoli bo'lgan e'tiqodni va ibodatni qilganligimiz ihson. İbadet ikki turlik bo'ladi. Xususiy ibodat. Alloh taolaga e'tiqod qilish, Allohning bor va birligini qalbimiz va tilimiz va hayotimiz bilan tasdiqlab Alloh taolaga sodiq bo'lganlik va xolis namoz o'qiganlik, ro'za tutganlik, zakot berganlik, Allohni asiganlik, islomiy din va hidoyatlarni Qur'on hadis tikalgan barliq ibodatlarni Payg'ambar alayhisalom bizga buyurgan pati qilganlik bu xususiy ibodat. İkincisi umumiy ibodat. Ya'ni har qanday bir insonlar qilayotgan faoliyatda islom diniga zid kelmaydigan har qanday bir ish faoliyatni Alloh taolo rizoligi uchun qilgan bo'lsa, hammasi ibodat. Masalan, bir odamning bir odamga chiroyli muomala qilgani, bir odamning bir odamga yaxshi so'z qilgani, achchig'ini yutayotganligi, o'zaro qarindoshlarcha muomala qilishganligi, qiyinchilikda qolgan musulmonlarga yordam berganligi hammasi ibodat. Mushu xususiy ibodat bo'lsin yoki umumiy ibodat bo'lsin, har qanday ibodatda mu'minning ihson qilishi degan Alloh taolani ko'rgandek qilishiki, hech qanday bir kishidan qilgan yaxshiligiga mukofot kutmasdan, balki Alloh taoladan savob va Alloh taoladan mukofot kutganlik, mana bu ihson. İhsonningki ikkinchisi Alloh yo'lida chiqim qilishda bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda dedi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin." Sizlar Alloh yo'lida chiqim qilinglar. Sizlar qo'llaringlarni Alloh yo'lida chiqim qilishdan to'xtatib olib, halokatga tashlamanglar. Sizlar har qanday qilgan chiqim va yaxshi amalinglarda Alloh taolani ko'rgandek Alloh rizoligi uchun qilinglar. Haqiqatan Alloh yuhibbul muhsinin. Alloh taolani ko'rgandek Alloh rizoligi uchun qilgan yaxshi ish qiluvchilarni Alloh taolo suydi, yaxshi ko'radi dedi. Demak, Alloh taolaning muhabbatiga erishadigan ikkinchi ish Alloh yo'lida chiqim qilish. Dinning ravoji, islom dinining ustunlikka erishishi, musulmonlarning dunyo va oxirat baxtiga erishish uchun chiqim qilgan barliq chiqimlar, buning hammasi Alloh yo'lida qilingan chiqim bo'ladi. Mushundaq chiqimlarni Alloh taolo uchun qilganlar Alloh taolaning muhabbatiga erishadi. Alloh taolaning muhabbatiga erishtiradigan ihsonning uchinchisi ijtimoiy kaporatlarga jamiyatlarni ega qilish. Yetim yesir, musafir, har turli qiyinchilikda qolganlarning turmushiga ega bo'lish, ijtimoiy kapolatga va ijtimoiy hamkorlashishga, kishilarning turmushi, iqtisodi, kishilarning qiyinchiliklarga hamkorlashadigan yaxshi kapolatlantirish va ijtimoiy hamkorlashish o'rinlarini qurib chiqish, bu ihson. Alloh taolo dediki: "Allazina yunfiquna fis-sarra'i vad-darra." Ular mayli kengchilikda, mayli qiyinchilikda xislatlarini chiqim qiladi. Ya'ni har qanday bir sharoit, har qanday bir o'rinda insonlar va musulmonlarning turmushiga ega bo'ladi.
ularning qiyinchiliklarga yordamda bo'ladi, ularning beshini silaydi degan bo'ldi. To'rtinchisi, bular ijtimoiy axloqqa rioya qiladi. Boshqalarga yaxshi muomala qiladi. Yomonlik qilganlarni yaxshilikka yetaklaydi. Ulardan afu qiladi. Bu to'g'riliq Alloh taoladagi val kaziminal g'ayza val afina anin nas. Ular achchiqni yutayotganlar, insonlardan afu qiladiganlar deb bo'lib Alloh taoladagi vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh taolo yaxshi ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Ya'ni kishilarning achchig'ini keltirgan, kishilarning o'zi qarta achchig'ini keltirib yomon muomala qilgan ishlar qarta bular yaxshi muomalada bo'ladi va ularning yomonligiga yaxshilik qaytaradi. Idfa billati hiya ahsan. Sen en güzel söz, güzel şirket bilen başkalarının yamanlığını qaytırgın dedi. Bizde en mühim bulgunu bizning imanimiz barlığı Allah Teala'ga işengenlikimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ergeşkenlikimizdi ki emeli bo'lgan bizning imanlık sübtimiz başkalardan ayrılıştaki en mühim amil Müslümanların bizi qarta öz ara ve her kandak bir insanın bizi qarta kılgan yaman muamelesinde biz ularga yaxşılık qaytara alışımız. Ularga İslam hidayetinin güzel nurunu yetkize alışımız. Muhammed aleyhissalatu vesselam'dek sabrıcan yaxşılıkta ölgü bula alışımız. Mana bu ahlaktaki güzel ihsan Allah Teala'nın hidayetiga, Allah Teala'nın muhabbetiga eriştirdiğen yaxşı ahlak. Her kandak bir Müslüman ihsanını yitirdikken, yani ahlaktaki ihsanın ibaret, özünün ailesiga, cemiyetiga, Müslümanlarga güzel ahlakta buluşunu emniyetide barpa kılalaydikken, bu insan öz zikrinden İslam dininin dünyaya tarqılışıga sebep buldu. Dünyada nurgulluğun devletler güzel ahlak bilen İslam dininin hidayetini kabul kılgan. Çünkü din aslında bir güzel, bir hakikat. Beşinci, ihsanның beşincisi sabr qilish. Allah Teala'nın muhabbetiga erişimen deydiken, Allah Teala'nın dinini yetkizish, Müslümanlarını ve dünya ahlini İslam hidayeti bilen terbiyeleş, Muhammed aleyhissalatu vesselam'nın barlık kılgan yaxşı amel ibadetlerini dünyaya çekiş ve tevhid itiqadını dünyada üstün kılış ve Peygamber aleyhisselam'nın sünnet ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın güzel hayatını dünyada yoğurtuş için çokum her kandak bir Müslüman ve her kandak bir davetçi sabırdar buluşu lazım buldu. Sabırdar buldukken Allah Teala'nın ki muhabbetiga erişeleydi. Allah Teala dedi ki وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Tolu peygamberler, o peygamber bilen Rabbiyullah yani Hudayi Teala, Allah Teala'ga mensup Allah Teala'nın yolu manadığan Müslüman ihlasmeller billa uruş kıldı, billa tirişçallık köreş kıldı, billa İslam dinini dünyaya yeyiş için, dünyanın hem etraflarına Allah Teala'nın nurunu yeyiş için cihat, davet, köreş kıldı dedi. Depulup kathir ular fema ve hanu. Bularının birinci sıfatı Allah Teala'ga mensup. İkincisi bu da köp. Yani her etraftan joğlaşkanlar. Üçüncüsü bu da ularga yetken musibetke boşap kalmadı. Yani itikadı, ruhi çükürleşip kalmadı. Kançı musibet gelsin, itikadı, ruhi, vücudu tıxımı, müstahkem imanға, tıxımı Allah'ın yolu oturuşqa könde sabırcan buldu. Allah yolda yetken musibetlerge boşap kalmadı ve acizlik kılmadı.
ular musibatga uchragansilar keyniga dojib olmay, chekinib olmay, tixmi Alloh taolo yo'lda mustahkam turdi. Ular bo'shonlik qilmadi. Alloh taolo bizga har vaqt iymoni bergan ne'matini hammadan cho'ng bilib, Alloh taolo yo'lida har turli kelgan musibatlar qarta bizga g'alaba tizkamida yoki tizlam bir natijaga erishamedik deb bunda bo'shab qolmay, eng cho'ng g'alaba Alloh taolaning rizoligiga erishish, ham shundaqla dunyo va oxirat Alloh taolo cho'qim musulmonlarga yordam beradi deb Alloh taolaning Qur'on hadisga bergan xabarlari Muhammad alayhisolamning bishoratlariga ishinib bo'shab qolmadi. Alloh mana shundaq Alloh yo'lida mustahkam turgan sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. İhsanningki Allah Taalaning muhabbatiga erishtiradigan ihsonningki 6-si har qandaq bir ishda yaxshilik, go'zal va Alloh taolani ko'rgandek go'zal holatda qilish, mana bu ihson. Alloh taolo Qur'oni Karimda deyki: "Summattaqaw va amanu, summattaqaw va ahsanu, vallohu yuhibbul muhsinin." Ondan ular taqvodor bo'lganlar, ya'ni Alloh taologa haqiqiy iymon aytib, Alloh taolodan qo'rqqanlar, e'tiqodini shirk, kufri, nifoq, xiyonatdan saqlaganlar va iymonini mustahkam qilganlar. Ondan yana haromdan saqlanib, halol ishlarni qilib, to'g'ri bo'lgan ibodatlarni qilish orqali Allohdan taqvodor bo'lganlar va har qanday ishda Alloh taolani ko'rsin deb ixlos bilan yaxshi amal qilganlar. Alloh har qanday ishda yaxshi, go'zal Alloh taolani ko'rsin deb yaxshi, go'zal holatda qilgan ishlarni yaxshi ko'radi. Har qanday yaxshi, go'zal, har qanday yaxshi, go'zal ishlarni Alloh rizoligi uchun yaxshi, go'zal holatda qilganlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Endi bu umumiy bo'lgan ihsonlar qasi. Umumiy bo'lgan ihsonlar degan yaxshilikni buyurish, yomonlikdan to'sish, o'zining yuz obro'yidan foydalanib musulmonlarga kepil bo'lish, ularni har turli tajovuzchi, har turli dinsiz zolimlarning qo'lidan qutulishga yordam berish va ularni qo'dab qilish. Bularmi hozirgidek qiyinchilik mezgillarda yuz obro'ylari bilan musulmonlarning har turli qulluqni qilishdan, har turli xorliqni qilishdan musulmonlarni qutqizish va ularni qo'dash, ularga dalda bulab berish. Foydali ilmlarni, dini ilmni Alloh rizoligi uchun o'rgatish va fanniy ilmlarni musulmonlarning dunyo va oxirat baxt saoatiga erishish uchun fanniy ilmlarni Alloh rizoligi uchun o'rgatish. Kishilarning hojatlarini ado qilish, ezib ketgan kishilarni, xatolik yo'liga tushib qolgan kishilarni to'g'rilab boshlash, kasallarni yo'qlash, o'lib ketgan odamlarning yetim, yesir bolalarga ega bo'lish. Eng yomon holat shuki, burunqi Rasululloh alayhisalom davrida Usomah ibn Zaydga o'xshash yetim bolalar nihoyat cho'ng islomning qo'mondonligiga erishgudek yaxshi tarbiyalarga ega bo'la oladi, go'zal tarbiyalarga ega bo'la oladi. O chog'dagi payg'ambar alayhisalom va sahobalardek rahbarlarimiz, payg'ambarimiz va sahobalar va shu davrdagi oltin davrining odamlari yetimlarga ega bo'lib, ularni eng namunliq tarbiyalab chiqishga, eng yaramliq qilib tarbiyalab chiqishga tirishgan. Hozirgi jamiyatimiz uchun yetimlarga kepil bo'lish nihoyat oz. Shuning uchun bir tuqqanlarimiz hozirgi yetimlar o'g'ir, qimorbaz, qaroqchi, buzg'unchi har turli yomonlarga, har turli yomon yo'lga, dinsizlarning oldam xalqisiga tushib, dinsizlarga al bo'lib, islomga ziyon soladigan yo'llarga kirib ketmoqda. Shuning uchun yetimlarga kepil bo'lib, ularni to'g'ri taklash har bir musulmonning burchi. Qur'oni Karimda davom eshish to'g'riliq qo'yilgan shartning birisi yetimlarga yordam berish, ularni qo'dash. Har qanday ish qilmay, kasb qilmay turib qolganlarning kasb qilishi, ishiga hamkorlashish va har qanday yo'qsiz bo'lib qolgan yoki narsini yutirayotgan kishilarning narsini tepishib berish yoki ularga hamkorlashish.
Shundaqla har qandaq ruhiy jihatda va ma'naviy jihatda va tashqi jihatda va moddiy jihatda qiyinchilikqa, bearamchilikqa uchrab qolgan har qandaq bir kishining ishiga, har qandaq bir musulmonning har qandaq bir g'amlarga yordamlashganlikning hammasi ihson. Endi mushundaq yaxshi amallarni qilib ihson qilsak, nimaga erishimiz? Desa, Alloh taolo deydi ekanki, lillazina ahsanul husna va ziyada. Yaxshi e'tiqod, yaxshi amal, yaxshi ibodatlarni qilgan odamlar uchun o'xshi yaxshi mukofot va hassalab qaytirib berish, hassalab ajr berish bor dedi. Demak, Alloh taolaning rizoligi uchun, Alloh taolaning muhabbatiga erish uchun har qandaq bir ishni, har qandaq bir yaxshilikni qilsak, biz qilgan yaxshiligimizni eng yaxshi bo'lgan bankada qo'ygan bo'lamiz. Bu bankada har bir qilingan ishimiz doim hassalab ajr berilib turadi. U bo'lsa-mu Alloh taolaning bankisi. Alloh taolo bizning yaxshi amalimizni qaytirib hassalab beradi. Shuning uchun mush hassalab yaxshilik oladigan yaxshilikqa har birsimiz tirishchilik qilaylik. Payg'ambar alayhisalom hattoki yaxshilikning hamma ishda lozimligini bildirib, innalloha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli shay'in. Haqiqatan Alloh o'zining bir sifati yaxshi ish qiluvchi. Alloh taolo ihson qiluvchi. Har qandaq narsaga ihson qilishni yaxshi ko'radi, yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi degan. Demak, hamma ishda yaxshilikda bo'laylik, yaxshi ish qilishga tirishaylik, dunyoga Alloh rozi bo'ladigan yaxshi go'zallik islomning haqiqiy obrazini barpo qilaylik. Dinsizlarga, g'aribliklarga, har turli munofiqlarga, har turli jamiyatdagi buzg'unchilik ilib turadigan fosiqlarga biz ularga fitnalab bermaylik. Ularning diniga, islomga bo'hton qilishiga sabab bo'lmaylik. Islom bizning e'tiqodimizda, ibodatimizda, amalimizda ko'rsin. Alloh taolo bizni ko'rib turadi deb yaxshi ish qilamiz degan ekanmiz. Shu qilgan har bir yaxshi ishimizda faxrlanaylik. Yaxshi ish qilsam, mening qilgan yaxshi ishimni faloni ko'rmadi. Faloni yaxshilik qilsam, menda qildi, menda dedi. Bizning yaxshiliklarimizni jamoatlarimiz o'qmadi. O'zaro bir-birimiz bilishammidik deb bunda o'zaro bir-birimizga fitna qilishmay, har qanday qilgan yaxshiligimizni Alloh ko'rib turdi. Qilgan yaxshiligimiz Allohning so'zi Qur'onga va payg'ambar alayhisolamning sunnati hadisga, Rasululloh alayhisolamning hayotiga uyg'unlanib turdi ekan, bu qilgan yaxshiligimizga Alloh ajr beradi. Hattoki bu yaxshilik qilishni islomdan yo'l qo'yib, payg'ambar alayhisolam shundoq deganki, sizlar bo'g'izlaydigan, o'ltiradigan narsaga yaxshilik qilinglar. Pichiqni o'ltiradigan, bo'g'izlaydigan kishi o'zining pichiqini yetilashsin. Ya'ni kofir dinsizlarni o'ltiradigan urush bo'lib qolsa, ular tiz Allohning oldiga boradi. Agar o'ltiriladigan narsa, o'ltiriladigan narsa hayvonot, chormal bo'lsa, uning jinini og'ritmaymiz. Uningga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo har qandaq bir ishda yaxshi ish qilishlarni qilsin, har qandaq ishda yomonlik qilishlar bo'lishimizdan saqlasin. Va salli ala Muhammad va sahbihi ajmain.